Sitora, Xo'p. ana hijolat bilan ko'chada sinib yurgan hijolat bo'lyapman. Nimaga Mardon? Demis, qarang, hamma qarab kulyapti. Ha, bo'pti, qayerda bor yaxshi kiyim? Inneringga yangi kolleksiyalar ketib boraylikmi? Ketdik. Kiring. Qani bir maqtagan joyingizni ko'rar ekanmiz-da. Vau, kiyimlarning ko'pligini. Sitora, siz mana uni kiyib turing. Ungacha men tepaga chiqib kelaman. Xo'p. Indering do'konlar tarmog'iga yangi kolleksiyalar kelganini e'lon qilganda, endi shu yangi kolleksiyalarga skidkalar e'lon qilishibdi. Indering do'konlar tarmog'iga kelib, xohlagan kiyimlarini xarid qilsalaring 500 ming so'mga, 100 ming, 300 ming so'mga, 50 ming so'm skidka qilib berishar ekan. Inderingda oyoq kiyimlari turli tumanlar bor, bilasizlar. Bundan tashqari bunaqa inomarka oyoq kiyimlar ham olib kelishibdi. Sitora, Hop. bular ekan, mana tuppa-tuzuk kiyim ekan, yarashar ekan. Yo'q, Mardon, bu menga yarashmadi. Do'stlar, yarashdimi yo'qmi? Kommentariyaga fikrlarini yozib ketinglar. Bu do'konimizda ayol va bolajonlarimiz uchun ham turli xil kiyimlar mavjud va bularni ham aksiya narxlarida olishingiz mumkin. Ushbu aksiya 9, 10, 11 may kunlari 3 kunga amal qiladi, shoshilamiz. Manzil Farg'ona viloyati muzeyidan kirganda Ibratli bekanning ro'parasida. Bu videoni kiyinishni yoqtiradigan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.